Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Haramda sizlar bilan yana aloqaga chiqib, Instagramda shomga chiqib ketyapmiz biz. Diydorlashing, suhbatlashay dedim. Yaxshi ayol qanaqa bo'ladi desa, ko'pchilik ko'p xil ta'riflarni aytgan. Yaxshi ayol savob umid qilib yashaydigan ayolga aytiladi. Yaxshi ayol savob umid qiladi. Har bitta ishidan savob umid qiladi. Savobliroq bo'lsin, savobli bo'lsin desa, mana shu ayol, shunaqa ayolga duch kelgan bo'lsangiz, demak baxtlisiz. Chunki Payg'ambar alayhissalomdan ham go'zal bir hadis bor. Kishiga dunyo matolari ichida eng qimmatbahosi, eng qadrlisi soliha ayol bo'ladi. Soliha ayol kim desa, soliha ayol o'sha savob umid qiladigan ayolda. Alhamdulillahi robbil alamin. Hop. Shomga bir 5 minut bor. Labbaykani aytadigan gruplarni ko'rib qolsam yaxshi bo'lardi. Shomga hamma chiqib kelyapti. Mana. Odam ko'ryapsizlarmi? Mehmonxonamiz Anjum. Anjum degan mehmonxona. Shunda chiqasiz mehmonxonadan haramga kirasiz. Xo'p. Nima vazifa buyurgan ayolingiz desangiz, mana shuni tarqatishim kerak hozirmi? Ko'ryapsizlarmi? Bu nima desa, bu umraga kelgan guruh jamoalarni tavofi uchun tasbih. 7 talik tasbih. 7 ta qilib alohida qilib qo'ygan halqasi bor. Buni ipini sotib olib, tasbihini sotib olib, temirini sotib olib, qachon qarasam shuni to'qib o'tirgan bo'ladi. Bundan bir 1000 ta, 2000 ta qilib tashladi shekilli. Ya'ni hozir shuni ihromli guruhlarni ko'rib qolsak beramiz. Sizlar bilan birgalikda. Savob bo'ladi. Qanaqa berishim o'rgatyapti. Shundoq bersangiz deydi, olmaydi, sotyapti deb o'ylaydi. Hadiya deb bering deydi. Bitta-bittadan bersam bo'lmaydimi? Desam, yo'q, bitta-bittadan bersangiz, u hammasi bilan anaqa qilishingiz kerak. Undan ko'ra guruh rahbari bittasiga berib, "Eti kulluhum" hammasiga bering deyapti deydi. Shunaqa desangiz yaxshi deydi. Arabchani ham biladi ya'ni. Ajoyib, maşallah. Alloh umrini uzoq qilsin. Ayolim, erkak kishi o'zini ayolini maqtashligi to'g'ri emas. Bu erkak kishini anaqasiga to'g'ri kelmaydi. Lekin ayolini solihligini maqtasa bo'ladi. Solih ayol deb. Umar Muxtor ayolini solihligidan, eriga har doim ko'makchi bo'lganligidan maqtarganda ayolini. Meni ayolim hech qachon bo'ynimni bukilishini istamagan. Hatto chodirga kirishimda ham chodirni lattasini ko'tarib turgan, boshi egilmasin, bo'yni egilmasin deb maqtagan ekanda. Solih ayol haqiqatda dunyoda bir ne'mat. Endi buni ziddi ham bor. Itaatsiz, erini behurmat qiladigan, o'zidan dodo-xo'ja yozib olgan ayollar ham bor. Ularni kasridan erkaklar ko'p aziyat chekyapti, ko'p shikoyat ham qilyapti. Xo'p, guruh topishimiz kerak endi, vazifani bajarishimiz kerak. Tasbihni tarqatishimiz kerak. Haramda biz. Shunaqa xotinidan qo'rqadigan odamlarimizda. Xotin buyursa, labbay deb qilamiz. O'shanga xotin ham bizdan qo'rqadi.
Bahrom degan do'stimiz ajoyib gap qildi-yu. Men xotinimdan qo'rqmayman. Ya, xotinim ham mendan qo'rqmaydi deydi. Allohdan qo'rqadigan oila eng yaxshi oila. Xo'p. Keyin guruhlarni ham deydi, talbiya aytib ketganiga bering deydi. Men qayerdan topaman uni? Ha? Qayerdan topaman? Alloh. Shomga ozon. Allohu akbar. Shomgacha topolmasak, shom bo'lib qoldi endi taxminan 10-15 minut o'qiladi. Shomdan keyin tarqatamiz birga. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Ko'zlar bir go'zallik ko'rsin, quloqlar go'zallik eshitsin. Hayya alas solat, la havla va la quwwata illa billah. Hayya alas solat. حي على الصلاة. Hurmat arkada o'tiribdi. حي على الفلاح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والله hurmat qilyapti. Haram zo'r joyda. Niyat qilganlarga Alloh nasib qilsin. Amin deylar. Duo qilinglar. Duo qilganda baxillik qilmaslik kerak. Nimaiki Alloh rozi bo'ladigan amalni so'rang. Alloh qodir zot. Duo qilgan odam o'sha duosiga dunyoda erishadi yoki duosi sababli dunyoda bir maqom darajat yoki xatolarga kaforat bo'ladi yoki o'sha duosi sababli qiyomatda katta ajr oladi. Duo juda ham qimmat narsa. Juda ham foydali narsa. Duo qilaverish kerak. Haramda keyin doim sakinat bo'ladi. وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا. Kim haramga kirsa omon bo'ladi deydi Alloh taolo. Haram omonlik joyi.
Alloh taolo musulmonlarning kalimasini birlashtirsin. Farzandlarimizni sog'liqlardan bo'lishini nasib qilsin. Savob umid qiladigan juft bo'ydoqlarimizga nasib qilsin. Duo qilganda shunaqa deb so'rang. Allohim savob umid qiladigan juft bergin deb duo qiling. Savob umid qilib yashasa shunaqa bo'ladi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Haramda o'zbegan ko'p. Har qadamda ko'rishishadi, so'rashishadi. Inshaalloh. Hop. Ekran bilan kiradigan joylar narigi eshik. Takbir aytsa o'chiramiz. Takbirdan keyin, namozdan keyin yana sizlar bilan haramni ichida aylanamiz. Nima deysizlar? Dushanba, payshanba kunlari haramda, Madinada ham dasturxon solinadi. Ro'za tutadiganlar uchun iftorni uyushtiriladi. Xurmolardan olib, shu yoqqa kelib tarqatish nasib qilsin deb niyat ham qilib qo'yavering. Yaxshi bo'ladi. O'zbeklar ko'p. Oldimizda o'zbeklar ketyapti. Ey Allah. Tavofga ham anaqa qilyapti. Bemalol qilib qo'yibdi kirish. Shu kiradigan joy. Biz endi hozir kirmaymiz, shom o'qiymiz bu yoqda. Chiqavering, men o'zim alohida o'qiyman. واحد يجي واحد hozir endi nasib bo'lsa anaqa qilamiz inshaalloh. Shomni o'qigandan keyin mana shu atrofda anaqaga beramiz. Guruhlarga beramiz. Endi vazifani bajarib kirishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Shomga takbir aytsa, shundan shomni o'qiymiz, yo'llaga ham shundan. Mana guruh.